Keldingizmi? Qaysi? Yuring. Kel. Nima gap o'zi? Kel, ishlaymi? Akajon pulini to'ladi, lekin uyingizga keting desam ketmayapti. Buni ko'rgan mijozlar eshikdan qaytib ketadi. Iya. Voy sindoshi Farqatu. Voy Farqat. O'zi sotib ko'pincha deb odati bor-da. Bo'ldi, men buni o'z bilan olib ketaman. Sindoshim, do'stim, vahon tashlab keta olmayman. Sen menga ishonasan? Men ishonaman. Bo'ldi, ishini qilaman. Bu yoqni o'zim eplayman. Farqat. Oy. Oh. Menga qara. Ertalabdan shunaqa ichishar-di. Bor, uyingga bor. Mendan necha pul bo'ldi? 70 ming so'm. 70. Qara. Aka, nima bo'ldi? Ketmadimi? Ya uka, sen ishing qilaver. Menga ishondingmi? Ishondim. Ha, o'zim birga olib ketaman. Ish qilaver. Toy bola yasha. Uka. Men senga nima dedim? Uyingga ket dedimmi? Mendan necha pul bo'ldi? Ukajon, sendan 70 ming bo'ldi. Bo'ldi. 50, 60. Va 70 ming. Aka, ketmaydigan bo'lsa, militsiya chaqiraymi? Voy uka, nimaga xavotir qilasan? Menga ishondingmi? Ishondim. Bo'ldi-da. Militsiya nima qilsa ovora qilib? Jiddiy gap aytaymi? Mani o'zim militsiyaman. Yo'qmi gap aytaymi? Hopla, ish qilaver. Hattoy bola yashasin. Oy. Menga qara. Turishidan yaxshilikka o'xshaysan. Yaxshi ota-onani farzandga o'xshaysan. Bor, uyga ket, bor. Ya'ni hammasi necha pul bo'ldi? Bilasanmi, sendan 140 ming bo'ldi. Mani mast bo'lib qoldi deb o'ylayapsizmi? Ukajon, hazillashdim. Mana, hazillashdim. Yo, 70 ming o. Mast bo'lsam ham past emasman. Gap yo'q. Ajoyib. Mana 70. Endi